Salom umradinglar, assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz sizlar bilan o'sha kechagi xullas xabarlarni, qaynoq demak, yangiliklarni muhokama qilishda davom ettiramiz. Kecha men sizlarga Erkabulan To'xtar demak hammaga o'zbeklarga murojaat qildi deb video chiqargandim. Juda ham ko'p odam ko'rdi. 60 mingta deyarli bir kun, bir sutka bo'lmasdan 60 mingta odam ko'rdi. Juda ham ko'p fikr bildirdinglar, 600 taga yaqin. Menimcha bu ketishda mingtaga ham chiqadi. Juda ham yaxshi. Endi eng qizig'i do'stlar, Erkabulan To'xtarga albatta Odilxon javob qaytardi. Marhamat ko'ramiz. Merkuriyga yuborib qo'yamiz. E'tibor beryapsizlarmi? Faqat Saturnga video qilyapti Erkabulan, sababi u uchun oson raqib. Shuncha qiynalib, trenirovka qilgandan keyin dam olib, trendtaligidan foydalanib, reklamalarni urib, kinolarda chiqib yurmoqchi. Tayyorgarliksiz proxodnoy bo'ylarni xohlash tabiiy. Saturnga ayni muddao. Shunday ekan, sen unga video chiqaraversang, liga davay deydi, bo'ylaring boradi, keyin Kamilni holiga tushasan. Hozir uni uradigan senda hech narsa yo'q. 5-6 ta bo'y o'tkiz. Karonka udarmi, karonka sambishimmi, nimandir ustida ko'proq ishla. Tan olish kerak, uni uradigan hozir hech narsang yo'q. Ozgina sabr qilsang, mana shu bo'ydan keyin uni uraman, kamarda olaman, keyin Tayson ikkalanga tashab ketaman. Sababi undan keyin uylanamiz. Xotinni o'zi o'yga chiqishga ruxsat bermaydi keyin. Shunday ekan, omad yor bo'lsin, charchab. Ko'ryapsizlar, Odilxon aytayapti, endi To'xtar o'ziga mana shunaqa oddiy jangchilarni xohlayapti, hech narsa qilgisi kelmayapti, maza qilib, soqqasini qilib, dam olib yurgisi kelmoqda deb fikrini bildirdi. Menimcha ham xuddi shunaqaga o'xshab tuyuldi. Lekin do'stlar, menimcha Erkabulan bunaqa dam olishda, bunaqa vibe'da menimcha hech qachon kamarini uzoq muddat himoya qila olmaydi deb o'ylayman. Va kechagi do'stlar izohlarda juda ham ko'pinglar yozdinglar, haqiqatda Odilxonni ham urib qo'yadi, uni ham urib qo'yadi, buni ham urib qo'yadi, Saturnni ham umuman sezmaydi Erkabulan deb juda ham ko'pchilik o'zbeklar Erkabulanning tarafini olibdi. Hayron qolganim yo'q, ko'pchilik Erkabulanni urushini yaxshi to'g'ri baho bergan. Haqiqatda stoykada, boksda zo'r urishadi. Saturnning imkoniyatlari yo'qligini ham sizlar bilasizlar. Juda ham ko'pinglar yozdilar izohlarda. Lekin Odilxon bilan Erkabulan o'zini bunchalik darajada zo'r ko'rsata olmagan va aynan Erkabulanga Odilxon juda ham yaxshi raqib bo'la oladi deb o'ylayman hozirgi payt. O'shuning uchun Odilxon Erkabulanga mana shunaqa murojaatlar qilib, xullas mana shu jangga erishmoqchi, kamarni olib keyin uylanib, xullas chiroyli karyerasini tamomlamoqchi. Endi Odilxonning o'zini aytishiga qaraganda shunaqa. Mana shu yili meni fikrim bo'yicha 3-trilogiya bo'ladi, chunki ularni tugamagan konflikt bor. Birinchi jangda Odilxon yutgan, ikkinchida Erkabulan va uchinchisi hal qiluvchi deb o'ylaymiz. Yoki hal bo'lmasmikan. Albatta bizni yurtdoshimiz g'alaba qozonsa xursand bo'lamiz. Albatta Odilxonga balet qilmasdan iloji yo'q bu jangda. Men o'ylayman, mana shu yili aynan mana shu trilogiya yoz fasliga menimcha yoki may oylariga aniq bo'lishi ham mumkin. Ko'rasizlar. Meni aytdi deysizlar, o'shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mana shunday qaynoq xabarlar sizlarga birinchi bo'lib yetkazamiz. Bahodir Jalolovni raqiblari aniq bo'ldi. Qachon jang o'tkazishigacha professional karyerasida mana sekin-asta jang o'tkazishni boshlamoqda Bahodir Jalolov. Bu safar Bahodir Jalolovga ukrainalik Igor Shevadzutsky degan jangchi, aniqrog'i Shevadzutsky degan jangchi demak raqiblik qiladi. Ushbu jangchi o'ziga yarasha takoy reytingi bor. 14 ta jangi bo'lsa, 12 tasida g'alaba qozongan, 10 tasi do'stlar eng qizig'i nokaut bilan yakunlangan, 2 tasi atiga mag'lubiyati bor bu raqibini. Shuningdek, bu 5-aprelda bo'lib o'tadi do'stlar. Ostona shahrida Top Rank promoteri orqali ushbu jang xullas bo'ladi. Biz Bahodir Jalolovga balet qilamiz albatta ushbu jangda. Mana ko'ryapsiz, raqib yomon emas. Haqiqatda yaxshi natijalar bilan mana shu raqib xullas. O'ylaymizki, o'tadi bu raqibni sekin-astalikda, uje keyingi yillari biz chempionlik kamari uchun Bahodir Jalolovni ko'rsak bo'ladi deb o'ylayman. UFC Fight Night 254 turniri bugun demak natijalar ko'rsatdi, janglar bo'lib o'tdi. Mana shu turnirlarda 13 ta jang bo'lsa, do'stlar, attiga 4 tasi hakamlar demak qarori bilan yakunlandi. Qolgan hammasi, ya'ni 9 tasi albatta ajoyib
nokautlar bilan, texnik nokautlar, bolevoylar bilan, ya'ni raund to'liq jang bo'lmadi va juda ham tez yakunlandi ko'p janglar. Roman Dolidze va Marvin Vettorining jangi to'g'risi to'liq davom etdi va Roman Dolidze ushbu jangda g'alaba qozondi. Revanshida birinchi jangida esa yutqazib qo'ygan edi. Qolgan 9 ta janglar albatta muddatdan oldin yakunlangan, juda ham qiziqarli. Aynan mana ko'ryapsizlar, kichkina turnirlar ham oxirgi payt UFC'da juda ham zo'r bo'lyapti. Shuning uchun bunaqa turnirlar o'tkazib yormaslik uchun albatta Telegramga o'tib obuna bo'lishlar kerak. Tem bo'l, u yerda 10 million so'm bonus beramiz iPhone promokodi orqali. Shuning uchun Telegramga o'tamiz do'stlar. Shuningdek, qozog'istonlik Diyor Nurjugayni ham jangi yakunlandi. Ming afsuski mag'lub bo'ldi ushbu debyutida. Braziliyalik demak Brandon Ribeiroga qarshi jang o'tkazib, xullas og'riqli priyom, ya'ni bolevoy orqali yutqazib qo'ydi. Eng qizig'i, hamma deyarli jangida g'alaba qozongandi Diyor. No, nima deymiz? Shunaqa debyut o'tkazdi. Xullas, o'ylaymizki, keyingi janglarida muvaffaqiyatli o'tkazadi jangini. Qalay bo'ldi janglar? Kommentariyada fikrlar bildirishinglar mumkin. Nursulton Ro'ziboyev qachon uni jangi bo'lish mumkinligini aytib o'tdi, taxminiy oylarini. Demak, iyul va avgust oylarida mana shu uchalasidan bittasida jang o'tkazishi mumkin. Bu haqida Twitter, ya'ni hozirgi payt X tarmog'ida demak, men mana shu oylari tayyor bo'laman deb yozib qoldirdi. Ko'ramiz, keyingi janglariga omad tilaymiz. Nursultonni kim bo'ladi bilmaymiz. Sal taniqliroq topoviy jangchi bo'lsa, bu Nursulton uchun albatta juda ham chiroyli imkoniyat bo'ladi, har doimgidek. Chunki bilasizlar, topoviy jangchilarni ursak bizda, albatta biz ham, bizni jangchimiz ham, yurtdoshimiz ham topoviy jangchiga aylanadi. Menda esa mana shunaqa xabarlarni do'stlar, o'ylaymanki yoqqan bo'lsa, nima qilishni o'zingizlar bilasizlar, fikrlarni yozamiz do'stlar, chunki fikr o'qish qiziq. Telegramga kirishni unutmaymiz, chunki bu yerda qiziqarli, ajoyib xabarlar va muhokamalar qilamiz har xil xabarlarni. Hammalarga omad tilab qolaman.